Assalomu alaykum gaz ballonimiz kuzatuvchilari. Bugun mana Sergelida filialimizga keldik. Bu filialimizda ish jarayoni bilan sizlarni tanishtiraman. Bugun mana Nexus 3 mashinasini olib qolganmiz. Bu akamizga Polsha Xitoy variantida qo'yib beryapmiz. Injektorimiz 0.2 Polshaniki stak mahsuloti. Reduktorimiz Xitoy zavodskiy yaxshisi bo'ladi. Blok upravleniyamiz stak Polshaniki bo'ladi. Ko'ryapsizlar, montaj juda ham akkuratniy bo'lgan, hammasi idealni chiqqan. Akamizga 90 talik ballon bilan qo'yib berganmiz. Hozir ko'rasizlar qancha joy qolgan, qanaqa joylashganligini. Mana ko'rishingiz mumkin, 90 talik ballonni maksimal darajada ichkariga joylashtirib berganmiz. Kran, avariyni, klapan, gofra fishkalarini akkuratni qo'yib berganmiz. Chanalarimizga ham e'tibor beryapsizlar, ballonga umuman ziyon keltirmaydi. Mana lentalari bilan, chiroyli rezinkalari bilan qo'yib berganmiz. Akamizga knopkasini ko'rishga qulay, maqsad qulay bo'lishi uchun shuni o'tirganda chap tomonga qo'yib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, LED knopka qo'yib berganmiz. Yonganda ham salon qismidagi podsvetkasiga juda ham ideal mos keladigan knopkalar bilan qo'yib berganmiz. Ko'ryapsizlar, sifat har doim bizda birinchi o'rinda. Sizlar ham kelsanglar shunaqa original mahsulotlar bilan sifatli o'rnatib beramiz. Bu videoni gaz qo'ymoqchi bo'lgan hamma tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Gaz ballonimizda ko'rishguncha.